Boylar bo'ladi, kambag'al yana yerga kiradigan. Ayting bo'lmasa hamma oddiy fuqaroni vaganga bosingdagi Amerikagami, chet elgami, Angliya Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston fuqarolari tayyor turing. O'zbekistonda bugun tunda boshlanadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonga sovuq havo kirib kelmoqda. Butun hafta davomida yomg'ir yog'ib, tog'larda esa qor yog'ishi kutilmoqda. Ob-havo mutaxassislari ogohlantirishmoqda. Ish haftasi davomida mamlakatimiz janubiy Qozog'istondan kirib kelayotgan salqin va nam havo massalari ta'sirida bo'ladi. Harorat esa +20 darajagacha pastlaydi. Ayrim hududlarda yomg'ir va momaqaldiroq kutilmoqda. Tog'li hududlarda esa yomg'ir qorga aylanishi mumkin, deyiladi ma'lumotda. Shu sababli mehnatkash ona xalqimiz va bobo dehqonlarimizdan ushbu ma'lumotlarni inobatga olishlarini so'rab qolamiz. Yerim o'lgan. Men kerak emas qaynana. Bo'ldi. Endi men 100 yilgacha boqmayman-ku. Qariyalar uyiga bormoqchiman. Bir kun men bilan yashang, bir kun mashina o'rnida yashang, komandir, aqllilik qilasiz. Qavtillatmay yedirsang-chi. Bo'ldi qiling. Sharmanda qilyapsiz hammani. Uyini bir chekkasiga bitta kalvat qo'yib beraylik, yotadi kampir. Otam borligida onam deb yurarsiz, nima bo'ldi? Hozir adan yo'q. Kelindan qaytmasa, navri kelindan qaytadi. Navrdan qaytmasa, avridan qaytadi. Yegim keldi shu nondan. Non, muncha non yevrasiz. Qo'ying, uyda bir dunyo buxonka bor. Sharmanda qildingiz. Ushbu showimizdan so'ng kimlardir ibrat olib, Zora qariyalar uyi bo'shab qolsa. Qadrosizmi? Qariyalar pansiya. Oyim bormoqchi, qaynanam. Kerak yo'q. Biz topaylikda. Yo'q, kerak emasmi, o'zi olib ketadi. Kasal nima qilasiz, kasal? Qayerda davlat? Sharmanda emas. Qarang, opa. Mahalla qanaqa so'zi aslida. Biz uzoqdan keldik, Qibraydan. Voqeaga jim qarab tura olmay o'z munosabatini bildirgan fuqarolardan biri biroz muddat o'tib ichki ishlar xodimini boshlab keldi. Singlim boruvdik, bormoqchisiz. Qariyalar uyiga bormoqchiman. Sizdan bunday qaytishni o'ylamaysizmi keyinchalik? Pulim ko'p, qaytmaydi, hech xavotirlanma. Qaramasang, medsestra yollayman. Ketaverasizmi? Qayerdan yo'q. Mayli, boravering, kitob o'qib, boring. Yo'q, kitob o'qimayman. Men qaynana malika. Ketmaydi shu turadi. Erim o'lgan. Men kerak emas qaynana. Bo'ldi. Uka, qayerda uy qayerda bor? Ha. Pansionatmi, topshiradigan joy bormi? Keling, ona, soyaginaga keling. Kechgacha sudrayman shekilli. O'tirsan, charchi. Soyaga. Nima degani shu odam sharmanda qilyapsiz? O'chir. Onaxonning yoshlari kattalar. Ha. Boqmaydi. Nima qildim?
ro'yxatda. Tushunishga harakat qiling, odam Spravkamiz bor, olib borib joylashtirishimiz kerak. Xo'jayinim o'lgan, qiyin, qara olmayman. Tutmashim o'tiring, qara olmayman. Kelin olishim kerak. Bu opaga gapirib tushunmayaptilar, o'g'illari ham gapirib tushunmayaptilar. tushunmaydi bular. Singlim, suv berdingizmi? Savob qildingiz, gap yo'q. Tushunmayapti aka, ertalabdan beri tushuntiryapti. Hammasiga qarayman. Ortiqcha pulim yo'q medsestra. Men qarayman, o'zim topaman. Siz pulingizga zor emasmiz. Nima ilojini qilay? Nimani? Qaynona? Nima qildi qaynonam bo'lsa? Erim o'lgan. Erim oyisi. Endi men 100 yilgacha boqmayman-ku. Hamma aqlli qo'ying, hamma aqlli. Bir kun men bilan yashang, bir kun mashina o'rnida yashang, komandir. Aqllilik qilasiz. Yarimta non, bitta choy. Ko'k choy. Bitta non ayting, uncha passiz. Ko'p yedirma, ko'p yedirma. Hojat tuzab qolasan. Men to'layman shuni. Ikkita oshmi hozir? Ikkita osh, bitta ko'k choy. Onaxongacha. Arzon ovqati bor. Nimaga osh? Nega o'zingizga butun ularga kichkinami, arzonrog'ini. Ularga ham yaxshidan qilib beraman. Mastavami, pulimiz yo'q, pulimiz kamroq. Pulimiz kam bo'lsa nima bo'ladi? O'zingizga topyapsiz, menga topyapsiz. Bizga ikkita osh olib keling. Arzon ovqat. Mayli, qijolat bo'lmaysiz? Ikkita osh qiling. Bu yerda ham sharmanda. Choy deb boshlaydi. Mana. Oldim 3 ta choy qo'yib tashlab. Ha, choy so'raydi hozir. Shunaqa qilishsiz birgamda kelmasdim yoningizga siz. Ona, Salamlar haqq so'raydi. siz nima o'ylayapsiz? Jim o'tir. Jim o'tir, bo'ldi. Shunchalik yoqasiz. Shunaqa jim o'tir. Nima o'zingiz ko'rsatib, o'zingiz sharmanda bo'lishni qo'rqaysizmi? Ovqat yeyib. Mana xolajon, Og'izni o'tadi deb o'ylayapsizmi hozir? Yedir, to'kib tashlaydi hozir. Yedir, to'kib tashlaydi hozir. Mana oldiga o'sha to'rtta qo'yib tashlab, Halilga bering yana bitta. Abdulla boshladi o'sha. nega yig'layapsiz xola? Ovqatlanib olaylik. Ovqatlanib olaylik. Bolani xafa qilayotganga o'xshaysiz. Kim? Siz yomon gapiryapsiz. Unga men qanday ovqatlanib olaylik? Bo'ldi qiling. Sharmanda qilyapsiz hammani oldi. Xafa qilmang, ular onangizlar siz ham onasiz-ku. To'ymay qolasan, to'ymay qolasan. To'ymasam to'ymabman. Ojoq xursandmisiz? Xursandmisiz? Yo'q, xola. Xursand bo'ling mana. Navaringizni o'z soningizga olib olganingiz uchun. Sara? Qaltillatmay yedirsang-chi. O'zing ye. Yedir. Xudodan qo'rqmaysizmi, keling? Xudodan qo'rqqanda shunaqa qilarmidi o'zi onasini? Siz ham Ovqatingiz yegan keyin. Endi soli o'rgatish endi siz aqlingiz bo'lmasa biz ham aql bor endi. Xudo ko'ryapti endi. Baraka toping, bolam, baraka toping. Qaraysiz ham, to'g'rimi? Ovqatingizdan keyin noning sindirib beraymi? Yo'q, o'zim sindiraman. O'zim sindiraman. ko'rsating ona. Gapiraman ona siz yo'q. Qaytar dunyo deyapti-yu. Qaytar dunyo. Biroz ovqatingizni yeng. Shunga aytaman. Ovqatingizni yeng. Siz o'ylab ko'ring, qari odamga baribir. Ko'rdingmi, hamma ko'ziga charx qilyapti. Ko'rdingmi? Shuncha o'tirmaysiz. Jim tura olasizmi? Ona, bo'ldi, jim turing. Yuring, xolos. Oling, mehribonlaringiz ko'payadi. Shunchalik ham xo'rlaysizlarmi onani? Hamma ham ona. Qani bitta bolani dunyoga keltiringlar-chi. Boqinglar, katta qilinglar. Bitta lo'mbadirib uy quringlar, nakaga xo'jayinchilik qilinglar. O'g'lingiz bormi? Qadimiy kelin olasiz. Kelindan qaytishi mumkin. Bu qaytar dunyo deydilar. Otam borligida onam deb yurarsiz, nima bo'ldi? Hozir aday yo'q. Ada bo'lsa hurmat qilasizlarmi? Ada bo'lmasa hurmat qilingizlarmi? Kelindan qaytmasa, navri kelindan qaytadi. Navrdan qaytmasa, avridan qaytadi. Bu qaytar dunyo deb qo'yibdi. Nega o'g'lingiz olib qolaman deb ruxsat bermayapsiz? Uyingiz Hali yosh, tushunmaydi. nega tushunmaydi? Uyni bir joyda yotadi-ku. Yarim kosa ovqat bilan bir non bersangiz o'tiradi-ku. Shunda pampers almashtiraman, men ishda Yo'q beraman. Voy dod. Onani ham shunchalik qiladimi? Uyni bir chekkasiga bitta kalvat qo'yib beraylik, yotadi kampir.
Yana nima? Yana nima? Shu nondan yegim keldi, shu nondan. Yana Yegim keldi. non, muncha non yeyverasiz. Qo'ying, uyda bir dunyo buxonka bor. Yuring. Bunaqa qilmay. Tashmala. Nimaga? Men beraman onaxonga. Onaxon hech narsa Sharmanda qildingiz, sharmanda qildingiz. Mana ona, duo qiling, yeng ona, qoling. Umringdan baraka topgin. Ketdik. Menga birda bersang, senga Yanami? mingda bersin Allohim. Amin. Bolalaringni orzu havasini ko'rgin. Rahmat bolam, rahmat. Rahmat bolam. Rahmat. Bugungi olib borilgan ijtimoiy roligimizda, ya'ni lavhamizda bizning insonlarni onalarga bo'lgan va ularning ichki tuyg'ularini, hissiyotlarini bilmoqchi bo'ldik. Ming afsuslar bo'lsinki, sovuqqonlik bilan o'tib ketganlar ham bo'ldi. Katta rahmatlar aytamizki, juda ijobiy fikrlar bilan onaxonni yonini olgan, menga urushib berganlar bo'ldi. Onani xo'rlamaslikni, onani hurmat qilishni menga ta'kidlaganlar bo'ldi. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Bu ijtimoiy roligimizni ko'rib hammada har xil xayollar, fikrlar kelishi mumkin. Afsuski, oramizda bunaqa odamlar juda ham ko'p. Ya'ni bunaqa oramizda kelinlar bor, farzandlar bor. Agar bunaqa farzandlar, kelinlar yo'q deydigan bo'lsangiz, nega qariyalar uyida qariyalar ko'p? Nega qariyalar uyida otalarimiz bor, onalarimiz bor? Biz xohlagan bo'lardikki, bu rolik bilan qariyalar uyida ota-onalarimiz bo'lmasligini. Agar mening ijtimoiy holatimdan kelib chiqib, ozgina bo'lsa ham sharoitim bo'lganda